Aka 300 ming so'm pul bersam, mana shu 5 ta ishlashni yo'q tashlay olasizmi? 5 ta ishlasham shundimi? Shuni deb tashlash kerak. 4 ta ishlashni yo'q tashlashim. Agar 4 ta ishlashni yo'q bersangiz, sizga 100 dollar beraman, aka. Qo'shni berasizmi? Qo'shni beraman. Bo'lib ketdi. Ketdi. Olib ketsa bo'ldimi? Ahsa, bilet ishlasam. Aka, nechinchisiz? 2003 aka. Kimniz? Ismingiz kim? Muhammad. Ko'chada Tayson deyishadi akaman. Yo'q, Taysonga o'xshayotgansiz, aka. Da o'xshayman. Katta bir ikkita ko'ramiz. Oktagon ligadan jang so'rab ko'rmaysizmi, aka siz? Jangda yetishmaydi menga. Nimaga? Oktagondagilar slabый deblar. Keyinchini ko'ramiz, mana. Lavash yaxshi ekanmi, aka? Hamma qanaqa? Buni yegandan keyin to'g'ri Oktagon ligaga ketaverasiz, aka. Oktagonda kim chiqib keladi? Jang bering deb Saturn keladimi oldimga? Adashingiz bor edi-yu, o'shanga kelib qolishi mumkin lekin Odilxonmi? Yo, u slabый qilarman. Odilxonchi Odilxon. Odilxon boyet emas, aktyor. Uchinchisiga totdi, mana ishlatishadi, lekin o'sha pashni lavashimiz qolmadi, ko'ryapsizlar. 4-chisini ko'ramiz. Siz ham Taysonga havas qilib tishingizni oldirib tashlaganmisiz oldidagi? Yo'q, men Taysonga havas qilmaganman. Tayson menga havas qilgan. Mana ish mana shunaqa bo'ladi. Nastoyeshiy o'g'il bolaga o'xshab yotdi. Gap bu. Tayson akamiz 5 ta tishlashni lekin o'ylamasdan deb tashladi lavashi. Hozir sovg'adan ulashamiz. 300 ming so'm pul KFC va sushi rollarni berib yuboramiz. 5 tishlashda mana Tayson akamiz o'ylamasdan deb tashladi. Va'da qilingan sovg'alarni berib yuboramiz. Mana sushi, va'da qilingan KFC, 300 ming so'm pul. Tayson o'z bizga obuna bo'lganmisiz? Ha, bo'lganman. Ko'rsa olasizmi? Gap yo'q ekan. Bizga obuna bo'lgan ekanlar. Agar obuna bo'lmaganda sovg'alarni bermasdik, sizlar ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'chada ko'rib qolsak, отказ qilish yo'q lekin.